Assalomu alaykum, hurmatli baliqchilar va baliqchilikka qiziqadigan aka-ukalar. Sizlarga bugun Aquagrotech jamoasini showroomi, ya'ni endi yig'ilayotgan yosh showroomi sizlarga obzor qilib berib boshlaymiz. Xudo xolasa har safar yangi mahsulotlar kelishi va bizani yangi yo'nalishlarni ochishimizda sizlarga tushuntirib ko'rsatib boramiz. Bizlar bilan qolinglar, bizga podpiska bo'ling, like bosing. Mana biz bu aeratorlar to'g'risida gapirdik. Bu aeratorlarni juda ko'pchilik biladi, ishlatadi va biz xudo xolasa bu bilan to'xtab qolmaymiz. Har xil yechimlar, har xil yangiliklarni olib kelishni davom etamiz va sizlarga bir ko'rsatib boramiz. Mana bizning showroomdagi hozirgi bu aeratorlarni gapirdik. Endi bu yoqdan sekin-sekin yig'ilayotgan yangi mahsulotlarimiz to'g'risida ham ma'lumot beramiz. Mana men bitta u yoqdagi aeratorlardan tashqari 2,2 kilovat tok sarf qilib turib 4,5 kilogacha kislorod beradigan 6 parrayli aerator. Nimaga buni farqi bor? O'sha 4 parrayli yo 2 parrayli yo boshqalardan desangiz, bunga bitta kabel tortasiz, ko'proq joyini ahvat qiladi, ya'ni egallab oladida, ko'proq joyga kislorod jo'natadi. Buni yutug'i o'sha bitta o'rnatilgan hisobiga 1,5 barobar, 2 barobar ko'proq joyga kislorod chiqaraveradi. Mana keyin bizda nima deydi, yangi boshlayotgan narsalar, men bu narsalarga juda e'tibor berganman, chunki men o'zim baliqchiman. Bizda 130 gektar yerimiz bor. Men har yili o'nlab olardim mana shunaqa kiyimlardan va o'ylardim, "Nega buncha bunaqa qimmat?" Xitoyda men ko'rganimda arzon turardi. "Nega bunaqa bozorga borsam 300 ming, 350 ming narx aytishardi." Mana bizda hozir ko'rsangiz, mana shu kiyim bozorda 300 ming, 350 ming turadi, bizda 200 ming turibdi. 200 ming turibdi. Keyin men bunaqa yechimlarni men ko'rmaganman. Masalan, men tadbirkor sifatida mashinamda borgan paytda baliq ko'limga chetkalarida yurganimda men oyog'imga qanaqadir kiyim kerak bo'lardi. Chunki o'zingiz bilasiz, ko'lning atrofi balchiqroq bo'ladi, o'tlar bo'ladi. O'sha paytda shunday belimgacha kiyib oladigan narsa bo'lsa edi. Bunday sababi общий kiyimni kiysangiz o'zingiz bilasiz, sal hid urib qoladi, ishlashingiz kerak, ishga o'tib keta olmaysiz keyin. Bundan olsangiz, mana bu yerga telefonni solib olasiz. Mana telefonni solib olasiz. Mana bizda даже zamoklari ham bor, вообще мощный. Mana kulturniy turadi. Ish boshqaruvchilar yo yengilroq chekkadan turib tortadiganlar yo qanaqadir suv ziyon qiladigan odamlar uchun mana yarim belgacha bo'lgan narsalar zo'r. Mana shular 180 ming, 200 ming, 140 ming turibdi dar. 140 mingga bitta etik bermaydi, bilsangizlar. Mana sizlarga polni kiyim beryapti. Mana bunaqalar общий kiyim bor. Mana shular 500 minglar turadi bozorda. Bizda 350 ming turibdi. Yana bizda bu narsalar, bu narx donani narxi. Agar qanaqadir katta baliqchilar yo bozordan bizdan olib sotish xohlaydigan odamlar bo'lsa, biz burada katta chegirma qilib doimiyga olib sotishlarga qilib berishimiz mumkin. Undan keyinga qaraydigan bo'lsak, mana bizda karmushkalarimiz. Bular karmushkalar to'g'risida ham ko'pchilikda ma'lumot bor. Mana shu karmushkalar 6-7 yildan beri kiryapti. 6-7 yildan beri biz buni даже ruschaga o'zgartirib olganmiz. Hamma zapchasi bor. Bitta karmushkaning ichida 50 xil detal ishlatilayotgan bo'lsa, bizda hamma narsasi bor. O'zimiz sotayotgan mahsulotlarni hammasini servis ham qilib bera olamiz. Tushunmovchiligi bo'lsa, nimasidir bo'lsa, biz hamma yo'g'ini tuzatib bera olamiz. Bu karmushkalarni ham bilasizlar, narxlar sal o'zgarib turadi. Dollarga qarab, negasaga qarab. Shuni hisobiga biz buni primerno hozirgi narxi 2,5 million plus minus turibdi. Kattasi 120 kilolik, buni 80 kiloligi bor, 160 kiloligi bor. Keyin professional baliqchilar uchun men temir karmushkamiz bor. Ko'p podkastlarda, Instagramda ham mana videolarimizda chiqqan. Bu karmushkani yutuq tarafi, buni masofadan uzoqroq joyda qo'ya olasiz. Buni baliqni yemlanadigan joyda emas. Mana bizda klientimiz hozir bitta aerator karmushka olib ketyaptilar. Demak, mana shu showroomga kelaveradilar. Xudo xolasa bitta narsani yo'lga qo'yamiz deb turibmiz. Showroomimizga kelib oladigan bizning klientlarimiz uchun, ya'ni xaridorlarimiz, hamkorlarimiz uchun asobiy sovg'achalar beramiz, xudo xolasa. Chunki o'zingiz bilasizlar, yuzga qo'l-qo'lga tushganda odam ko'radi, gaplashadi, ko'proq narsalar to'g'risida ma'lumot oladi. Xudo xolasa buni ham kutinglar. Karmushka to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu karmushka 200 kilogacha yem oladi o'ziga. Buni bunkerni katta qilish muammo emas. Xitoyda o'zida ham 400, 500, 1 tonnaligi ham bor. Oddiy temirdan bunker qilish mumkin. Yana kattatirib, buni kuchi bunkerida emas. Buni kuchi, buni 3 ta motorliligida. 3 ta motori bor va buni avtomat
boshqaruv miyasi bor. Bu ham xuddi mana karmushkalarga o'xshab sozlanadi, 8 mahalga qo'ysa bo'ladi. Ko'lni tashqarisida skladni oldida qo'yib turib 100 metrgacha shlankasini uzaytirib, o'zida 30 metr bo'ladi. Uzaytirib turib, yemni shu skladni oldida solib, baliqni yemlanadigan joygacha yetkazib beradigan 3 ta motor bor. Birinchisi vazduxodovkasi bo'ladi. Bu itarib beradi. Undan keyin mana bu yemni tushirib beradigani bor, dozasiga qarab. Keyin bu ko'lning o'rtasida bu mana bittadan shlanka kelib ulanadi, keyin bu sepadi. Mana bu motor buni aylantiradi. Shuni hisobiga bu aylanib 35 metr radiusgacha sepadi. Bu demak 3000 kvadratgacha joyga sepib beradi. Bu eng zo'r anaqalar uchun, professional baliqchilar uchun tavsiya etiladigan narsa. Keyin biz mana bouler deymiz. Juda zo'r narsa. Bu Xitoyda, Vyetnamda, Sharqiy Osiyoda juda keng tarqalgan, chunki ularda har xil baliq, krevetki, har xil suv jonzotlari ko'p yetishtiriladi. Men eshitishim bo'yicha Xitoyda 70 million tonna baliq yetishtiriladi. Yana dengiz mahsulotlari. Bular masalan bizda sazan oddiy baliq bo'lgan hisobiga kislorodga talab kuchli emas. Lekin shunaqa baliq turlari, shunaqa suv hayvonlari turlari ko'pki, ularga kislorod juda ko'p kerak bo'ladi. Mana bu bouler mo'shni qilib beradi kislorodni. Nimaga desa, buni yutuq tarafi shunaqa katta naqada bosimda kislorodni shlanka bilan ko'lning o'rtasiga haydab beradi va bu bilan mikropuzurkovoy shlanka qo'yish mumkin va disklarning hisobiga bu katta joyga, masalan bir 4 gektar joyga ham kislorodni berishi mumkin. Bitta bouler o'zi. Bu narsa ham hali O'zbekiston bozorida yo'q. Undan keyingisi, o'zlaringiz bilasizlar, oldin eshitgansizlar, fiberglass degan baliqchilik uslubi bor. U Xitoyda o'ylab topilgan, o'sha Yevropada ham qilishadi. Bizda ham keldi bir yillari, unaqa zo'r ishladi deb ayta olmayman, chunki mutaxassis yetishmaydi bizda. O'shanda ishlatilgan один к одному специальный baliqchilik uchun chiqqan vazduxodovka. Bu ham zo'r narsa. Buni faqat ishlatishda to'g'ri ishlatish kerak. Buni mana shu oddiy shlanklar bilan ulab turib, baliqni yemlanadigan joyiga mikropuzurklar bilan chiqarsa bo'ladi. Bular ham o'ziga yarasha yutuqlari bor. Chunki mikropuzurk chiqarish bu eng tez kislorod qo'shish yo'li. Qancha suvga mayda zarracha vozduklar kirsa, u shuncha osonroq suvda eriydi va osonroq kislorod kiradi. Keyingi temamiz bizda men o'zim uchun boshlaganman boshida. Buni men o'zimizda aytib o'tganimdek baliqchilik xo'jaligimiz bor. O'sha yerga men 30 ta nasos olib kelganman-da, ishlatib ko'rganimda shunaqa qoyil qolganmanki, O'zbekiston bozorida $500 turgan nasos, $500 turgan nasosdan ham yaxshiroq chiqaradigan nasosni $350 ga olib kelib sota olyapmiz. Chunki biz birinchi qo'ldan olyapmiz va o'zim O'zbekiston sharoitiga to'g'ri keladigan eng yaxshi nasoslarni tanlab olib borganman ham zavodga, tanlab kelganman. Juda mo'shni chiqaradi. Mana shu nasoslar masalan 7,5 kilovat ishlatib 200-250 tonnagacha suv chiqaradi, 9 metr tikka podiumga, yotig'iga chiqaradi, 15 metrgacha ham chiqaradi. Bitta videom bor, uni ko'rishingiz mumkin. O'z qo'limda ishlatganman. Bu tokni 1 yilda 6-7 milliongacha ham tejab beradi. Boshqa nasoslarga solishtirganda. Pulida ham kamida 30% arzon chiqadi. Bu nasoslarni biz Optimga ham gaplasha olamiz. Eng zo'r narxda qilib bera olamiz. O'zbekistondagi Libboy nasos bilan konkurensiya qilib beradi narxida. Sifatiga ham javob beramiz. Chunki buni chiqarayotgan zavod juda katta zavod. Men borganman o'zim lichni. Juda katta zavod. Tayjoda bularni har xili bor. 150 taligi bor. 150 taligini ko'proq tok ishlatadigani bor, kamroq podiumga chiqaradigani bor. 200 taligi bor, 260 taligi bor. Mana shular juda zo'r anaqa chiqqan. Narxi masalan mana shunaqa zavod 260 talikli 11 kilovatli nasoslar bozorda bizlar 8-9 million turadi. Biz buni 6,5 million, 6 million 800 qo'yganmiz. Optimga yana gaplashamiz. Bu nasoslarni yutug'i nimada desa, 11 kilovat tokka 260 tonna suv degan. Mana shu birkasiga biz javob beramiz. Mana shu birkada yozilgan nima xarakteristika bo'lsa 1 gram o'zgarmaydi. Chunki nasosni biladigan odamlar buni tushunadi. Mana bu narsani xohlaganda yozdirib kelish mumkin. Xitoyliklarga farqi yo'q. Ular yozib beraveradi, lekin o'zingizga mas'uliyatni o'zingizga qo'yadi. Aldab sotsang, aldab sotaver. Men deydi, senga to'g'risini aytaman, xohlasang uni yozib beraman deydi. Xohlasang unaqa yozib beradi. Men 1 gram o'zgartirmaganman. Xitoy standarti bo'yicha nima deb yozilgan bo'lsa, o'sha narsa turibdi. Chunki meni maqsadim 1 kun, 2 kun sotish emas bu narsani. Biz общий baliqchiligiga yechim berish. Mana bu yerda вообще mощность kelgan. Mana bu nimasi yutug'i buni desa, masalan 150 talik mana bunaqa nasoslarni temir shlanka yo katta-katta plastmassa shlankalar bilan montaj qilish kerak. Buni qo'zg'ay olmaysiz.
bitta joydan. Mana buni yutuq tarafi, buni xohlasangiz pajariy shlanka bilan, xohlasangiz oddiy shlanka bilan shundoq xohlagan joyingizga olib ko'chirib yuraverasiz. 4 kilovat tok bilan sizga 150 tonnagacha ham suv chiqarib beradi. 160 tonna darajada. Zo'r nasos. Mana bunisi mana 208 kilovat deydi, 100 talik. Bu ham 14 metrgacha ham ko'taradi. Endi buni aytishingiz mumkin. Bozorda 1,5 kilovatga beradi 100 talikni deyishingiz mumkin. Birinchidan, u nasoslar 6-9 metrga ko'taradi, bu 14 metrga ko'taradi. Ikkinchidan, buni yutug'i bu hech qanaqasi narsasi o'zgartirmagan. Birkada nima yozilgan bo'lsa o'sha. Agar sizda podyom pastroq bo'lsa, bu kamroq tok ishlatadi. Demak, bozordagidan hech qanaqa farqi yo'q. Zato bular juda arzon chiqadi. Bozordan ancha arzon chiqadi. Bularning narxi bizda 1,5-2,5 million atrofida turibdi. Bularni har xili bor. Bularda ham Optimga ham, Donaga ham gaplashaveramiz. Mana biz bu yoqdagi endi yig'ilayotgan showroomdagi aeratorlar, karmushkalar, nasoslar, ular to'g'risida ma'lumot berdi. Bizda juda ko'p mahsulotlarning turi bir tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Endi sizlar uchun eng taniqli bo'lgan baliqchilik sohasidagi hamma taniydigan Dilmurod aka Shahmardonovga estafetani beramiz va bular dorilarimiz to'g'risida hozirgi kunda baliqchilikda dori preparatlar mavzusi juda aktual. Chunki O'zbekistonda ham, boshqa davlatlarda ham baliqlarning kasallanishi juda ko'p tarqalgan narsa. Bunga yechim mana hozir zamonaviy baliqchilikda topilgan, 100% topilgan. O'shalar to'g'risida mana ustoz xudo xolasa. Mana ustoz, assalomu alaykum. Mana ular уже band bo'lib turibdilar. Klientlarga narsalarni o'rgatish bo'yicha. Mana endi sizdan so'rasak, o'zingiz bir tushuntirib baliqchilikga. Hozirgi kunda turli kasalliklar ko'payib ketdi. Kasalliklarning sabablari ham turli xil bo'lyapti. O'shaning uchun aynan shu kasallikni aniqlagan holda dorilarni berish zarurati yuzaga keldi. Bu dorilarimiz bakterial kasalliklarga, o'sha ayramonoz, pseudomonoz kasalliklarimizga qo'llaniladigan dorilar. Bu dorilarimiz chovoqlarni yetishtirishda asosan mana shu barcha turdagi bakteriyalarni yo'q qilishga mo'ljallangan dorilarimiz. Bu dorilarimiz ana zamburug'li kasalliklar, sapraylik niyoz va boshqa zamburug'li kasalliklarga hozirgi kunda ayniqsa shu baliqlarimizda ikkilamchi kasallik sifatida hozir jabralarigacha tushib ketadigan zamburug'larni yo'q qilishga ishlatiladigan dorilarimiz. Bu dorimiz bakterial kasalliklarga, bu ham ayramonoz, pseudomonoz va boshqa bakterial kasalliklarga ishlatiladigan dorilarimiz. O'sha yaralar har xil, shularni oldini olish uchun, davolash uchun qo'llaniladigan dorimiz. Bular asosan suvda qo'shish bilan ishlatiladi. Endi suvimizni boyitish uchun ishlatiladigan maxsus vositalar, bu vositalar suvlarimizda bugungi kunda fitoplanktonlarni ko'paytirish, pH miqdorlarini nazoratga olib borish va o'sha ammiak va nitritlarning yo'q bo'lishiga yordam beradigan maxsus vositalar. Bu sovuq suvlarda ham vaqtida ishlab ketaveradi. Shuning uchun baliqni boshlanishda boqishda, baliq tashlashdan oldin bularni tashlab suvni tayyorlab olish o'ta muhim hisoblanadi. Chunki bular past haroratlarda ham yaxshi natija beradi. Bu mahsulotimiz kislorod tabletkalari bugungi kunda intensiv baliqchilikda kislorod yetishmovchiligi holatlari, baliqlarning kasallanishiga, umuman o'limigacha bo'lgan jarayonlarda ta'sir etishi mumkin. Shuning uchun tezlikda hovuzda kislorod miqdorini oshirish, kislorod taqchilligini ushlab qolishda bu tabletkalar juda muhim hisoblanadi. Keyingi dorimiz o'sha o'g'it hisoblanadi. Bu oq do'ngpeshona baliqlarimiz yetishtirish uchun o'ta muhim vosita. O'sha oq do'ngpeshonaga iste'mol qiladigan asosiy suv o'tlarini o'stirish, ko'paytirish, suvning holatini yaxshilash, o'sha nima deydi, oqarib qolgan suvlarda sviteniyani ko'paytirish uchun eng yaxshi vositalardan bittasi hisoblanadi. Bundan tashqari keyingi vositamiz bu xuddi shu tartibda ishlaydi, ham bu yerda faqat zooplanktonlarni ko'paytirishga ixtisoslashgan. Ayniqsa chovoqlarni yetishtirishimizda bu vositadan foydalanishimiz tabiiy oziqani keskin oshib ketishiga, o'sha suv jonivorlarining hisobiga tabiiy oziqani keskin oshib ketishiga va chovoqlarimizni yaxshi natijalar bilan yetkazishimizga imkon beradi. Bu vositamiz ammiak va nitritni yo'q qiladigan vosita. Bundan tashqari ammiak nitritdan tashqari baliq axlatlarini va yem qoldiqlarini ham yo'q qilib, hovuzda to'laqonli sharoit yaratilishini ta'minlab beradi. Bu vositamiz baliqning jigar sistemasi, hazm sistemasini yaxshilashga mo'ljallangan vosita. Bundan ham samarali foydalanishimiz kerak. Bizlar hozir kunda ko'pchilik baliqlarda kasallik asosan jigar holatidan kelib chiqayotganligi uchun bu narsaga katta e'tibor qilishimiz kerak. Keyingisi probiotiklarimiz. Albatta bu probiotiklarni suvga aralashtirish hisobiga ham pH
holatini nazorat qilib borishimiz mumkin va baliqlarni ichak tizimini yaxshilash hisobiga yaxshi hosil olish, baliqni kasalligini oldini olish, immunitetlarni oshirishga sabab bo'ladigan holat. Buni aytib o'tib ketganimiz siyanobakteriya va evgileniya o'tlarini yo'q qiladi. Hovuzlarimiz gullab ketishi, ya'ni sviteniyasini gullab ketishini oldini olishga qaratilgan vosita. Bu vositani qo'llangandan keyin siyanobakteriyani, ko'k yashil o'tlarni va evgileniya o'tlarini yo'q qilib, tasdiqlab uchun zarur bo'lgan diatom o'tlarini, yashil o'tlarni ko'payishiga samarali yordam beradi va asosan polikulturada juda katta natijaga erishishimiz mumkin bo'lgan vosita. Keyingi vositamiz Aquagain Pro, bu oziqani hazm qilish, immunitetni oshirish, ichak tizimlarini, jigar tizimlarini, o't pufaklarini ishlashini yaxshilashga qaratilgan vositamiz. Keyingisi bu vositamiz asosan bu ham immunitetni oshirish, yemni hazmini kuchaytirish va yem koeffitsiyentini keskin tushirishga mo'ljallangan vosita. Juda yaxshi vosita. Ayniqsa intensiv baliq yetishtirishda katta imkoniyatlarga egamiz. Bunimiz ham probiotik vositalarimiz, yemga qo'shilib beriladigan vositalarimiz. Bu tizim immunitetni oshiradi albatta. Qo'shimchasiga o'sha ichaklardagi holatni yaxshilash hisobiga baliq hazmini yaxshilaydi va oziqani koeffitsiyentini tushiradi. Bu vositamiz streptokoklarni aynan chaqirayotgan kasalliklarni yo'q qiladi. Streptokoklar ham juda ko'p kasalliklarni chaqirishi mumkin. Buni qo'llash hisobiga suvdagi barcha streptokoklarni yo'q qilishiga sabab bo'ladi. Keyingi vositamiz albatta baliq stressini oldini oladigan vositamiz. Bu baliqni ko'chirishda, ovlash jarayonlarida, tashish jarayonlarida bemalol qo'llashimiz mumkin. Stresslarni pasaytirish hisobiga baliqning kasalligini oldini oladigan holat. Keyingi vositamiz bu Kalmak, kalsiy, magniy, kaliy vositalari. Dunyoda o'sha intensiv baliq yetishtirishda bu moddalarga juda katta e'tibor qaratiladi baliq yetishtirishda. Sababi baliq et olishi mumkin, semirishi mumkin, lekin o'sishi uchun, suyaklari o'sishi uchun bu moddalar muhim hisoblanadi. Bizda ayrim paytlar bu moddalar yetmagan holda baliq aylana bo'lib semiz bo'lib qolishi mumkin, yaxshi ovqat yeyishi mumkin, lekin katta bo'lmasligi mumkin. Buni berganimizda baliq keskin o'sishga, suyaklari o'sishini hisobiga katta baliqlar yuzaga keladi. Keyingisi nitrit yo'q qiluvchi vositamiz. Bu vositamiz ham suvda nitrit oshib ketganda nitritlarni yo'q qiladi. Bundan tashqari baliq chiqindilarini, yem qoldiqlarini yo'q qilish hisobiga suvni o'zini va tubini yaxshilaydi. Shuni hisobiga kislorod rejimi juda yaxshi bo'ladi. Bu vositalardan samarali foydalanishimizga to'g'ri keladi. Yana bitta vositamizni ko'rsatib o'tamiz. Bu xlorella vositasi. Xlorellani ko'pchilik biladi, qiladigan ishlarini. Aynan suvda yashil suv o'tlarini ko'paytirish, suvdagi kislorod miqdorini oshirishga xizmat qiladigan vosita. Bu vosita ham hozirgi kunda keng qo'llanilib kelinyapti. Bu vositamizni qo'llash hisobiga suvdagi kislorod miqdorini keskin oshirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Asosiy hozir tushuntirib o'tamiz degan vositalarimiz ushbu vositalar. Hammalaringga rahmat e'tiborlaring uchun.